Pokistonga safarimiz bir necha oy ilgari tayyorgarlik boshlangan. Sababiki O'zbekiston bilan Pokiston davlati o'rtasidagi madaniy aloqalar yuzasidan bir nechta tadbirlar belgilangan hukumatimiz tomonidan va shular asosida O'zbekiston Fanlar akademiyasi tarix institutida ancha tayyorgarlik ishlari olib borildi. Zahiriddin Muhammad Bobur bobomizni yo'llaridan mana uchoqda ketyapmiz. Shu yo'llardan yer ustidan demak bir vaqtlar Zahiriddin Muhammad Bobur bobomiz o'tganlar. Undan keyin mana shu Hind diyori, Sind diyori bilan shu yerda davlat qurganlardan keyin demak savdo, madaniy, ijtimoiy, siyosiy aloqalar o'rnatilgan. Mana shularni tarixini o'rganish, xususan manbalarni o'rganish maqsadida mana shu ilmiy safarga yo'l oldik. Biz bilamizki, demak aynan o'sha hozirgi Pokiston, Lohur, Multon kabi shaharlar demak o'zaro bizni yurtimiz bilan mana xususan o'zbek xonliklari davrida 16-19 yuzliklarda juda ham qizg'in savdo, iqtisodiy aloqalarni o'rnatgan. Bobur Hindiston o'lkasiga kelganida yo'lda bir joyga to'xtaydi. Bu joy Kallar Kahhar deb ataladi. Kallar Kahharda Bobur taxti degan tarixiy joy bor. U bu joyda katta bir toshni yo'ndirib ustiga taxtini qo'yib, ayollari bilan maslahat qilgan. Bu yerga urush ochamizmi yoki yo'q deb. Bu haqda Boburnomada ham yozib qoldirgan. Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Biz Pokistonning Islomobod shahridagi juda qiziq bir ko'lga keldik. Aynan qadimda bu joydan Akbarshoh o'tayotganda mana shu go'zal ko'lga qarab Vah deb yuborgan ekan. Shu nom bilan bugungi kunda mana shu Vah ko'li va mana bunday chiroyli inshootlarni ham o'sha davrda Boburiylar qurgan ekan. Har doim bir narsani ta'kidlaymanki, o'zbek davlatchilik tarixi kirmagan mamlakatning o'zi yo'q. Demak, bugun biz sizlarga mana shunday bir ajoyib manbalarni e'lon qilamiz. Albatta, bu borada bizga manbashunos olimlar yaqindan ko'mak beradi. Demak, efirda manbalar so'zlaganda ko'rsatuv. Akademik olim, senator, O'zbekiston Fanlar akademiyasiga qarashli Tarix institutining direktori Azamat Ziyo rahbarligidagi delegatsiyani Muslim instituti xodimlari va O'zbekistonning Pokiston Islom Respublikasidagi favqulodda va muxtor elchisi Alisher To'xtayevlar kutib olishdi. Islomobodning xushhavo yerlaridan biri bo'lgan Mariga yo'l olar ekanmiz. Xuddi Boburiy podshohlar kabi biz ham Akbarshoh tomonidan barpo etilgan Vah ko'lini borib ko'rdik. Bizda saqlanib qolmagan Temuriylar bog'ining aynan ko'rinishini shu bog'da ko'rdik. O'zbekistondan Pokistonga yetib kelgan manbashunos olimlar, tarixchilar, delegatsiya a'zolari pokistonlik do'stlarimiz bilan birgalikda Pokistondagi eng diqqatga sazovor joylardan biri, sayyohlar eng ko'p tashrif buyuradigan joylardan biri bu joy Boburiylar bog'i deb ataladi, Vah deb ataladi. Endi bular to'g'ri Mo'g'ul deb yozgan, lekin biz buni baribir ham Boburiylar deb atashimiz kerak. Asta-sekinlik bilan buni haqiqat qaror topadi deb umid qilamiz. Do'stlarimizga vaqtda aytdik. Mana shu joy tarixi alohida bir tarixga ega. Sababiki, mana atrofga qarasangiz, hozir mana tog'lik joy Boburiylardan Akbar podshoh ketayotganida, masalan, sayr qilishda bo'ladi, harbiy savr. O'shanda ko'zi tushib Vah degan so'zni aytgan, bu go'zallikka nima deydi, maftun bo'lib. Lekin ba'zi bir manbalarda Jahongir bilan ham bog'lashadi uni asli. Lekin mana shu bu turgan bog'ning qurilishi, uning o'ziga xos xususiyatlari bor. Bog' Boburiylar davlatining yirik sarkardasi Rajput millatiga mansub Man Singh bilan bog'liq bo'ladi. Man Singh ma'lumki Jahongirning qarindoshi, Akbar podshohning ham qarindoshi bo'ladi. Ya'niki bular ikkalasi ham o'sha Rajput malikalariga uylangan Boburiyzoda podshohlar bo'ladi. Man Singh 1581-yilda 5 yil davomida mana shu bog'ni, shu atrofdagi nimani qurishdan maqsad nima edi? O'sha paytda Kobul hukmdori Jaloliddin Akbar podshohning ukasi Muhammad Hakim akasiga qarshi isyon ko'taradi. Tabiiyki, bu isyonni bostirish uchun musulmon lashkarboshisi emas, balki Rajput lashkarboshisi tayinlanadi. Ya'niki o'zining ukasiga qarshi Akbar podshoh Man Singhni jo'natadi. Man Singh nafaqat endi bu atroflarda baribir o'sha paytlarda millatlar, elatlar yashagan. Mana shu joyda Man Singh birinchi bo'lib, endi hamma joyda suvlik joy bo'lishi kerak.
suv chiqadigan buloq mana hozir ko'ryapsiz. Bu yerda bir nechta buloqlar bor. Shu yerda qurganda 12 darvozalik o'ziga xos, endi harbiy atama bilan aytganda garnizon quradi. Chunki lashkarlar bu yerda to'xtaganda nafaqatgina ularga kechasi hujumlar uyushtiriladi, qaroqchilar bo'ladi, o'zini yerini himoya qiluvchilar bor. Ana shunday tarzda bu quriladi-da, lekin endi mana shu yerga kimlarning qadami yetgan deb savol berishingiz mumkin. Akbar podshoh bu yerga bir necha marta bo'ladi. Ya'niki Boburiy podshohlar Kobulga, Kashmirga ketayotganda, mana biz hozir turgan joyimiz Lahor bilan Kashmirning yo'li sanaladi. Ya'niki Srinagarga ketayotganda Jahongir podshoh avval Kobulga borayotganda to'xtagan bo'lsa, yana bir necha marta bu Kashmirga safar uyushtirayotganda to'xtab o'tadi. Bu ikki tomonga boradigan yo'lda mana shu joyda to'xtab o'tiladi. Shohjahon bir necha marta to'xtab o'tgan, Aurangzeb podshoh bir necha marta to'xtab o'tgan. Endi bular sanalarni keltirmayapman, bu tarixiy manbalarda keltirib o'tilgan, bular qachon to'xtaganlarigacha. Va bu yerdagi oqadigan suvning qanchalik tezlik bilan oqishini hali ichkari kirib ko'rganimiz yo'q. Boburiylar bilan qiziq voqealardan bittasi, Boburiy podshohlardan Farruh Siyar, bu keyingi hali kichkina qisqa muddat hukmronlik qilgan podshohlardan biri Kashmirda bir inson bilan tanishadi. Bu insonning bilimi, arab tilini yaxshi bilishi, fors tilini bilishi Boburiyzoda podshohga yoqib qoladi. Keyin unga aytadiki, "Yurgin, sen men bilan" deydi, "Men senga" deydi, "o'zimning davlatimdan" deydi, "yana podshohning saroyiga yaqin joydan yer ajratib beraman" deydi. Haligi odam ham bu bilan keladi endi, chunki podshoh unga iltifot ko'rsatyapti. Dehliga yetib kelgandan keyin haligi odamga unga joy beradi. Bilasizmi bu odam kim? Keyinchalik o'ziga qanaqa nisbat qo'llagan? Arab tilida nahr degani daryo degani. Janna daryosining bo'yida Farruh Siyar unga joy ajratib bergani uchun haligi odam o'ziga, endi haligi nima deymiz, biz tilda familiya deb ataladi, Nahrun so'zidan Nehru kelib chiqadi. Bu keyinchalik bu kim ediki? Buyuk Hindistonning buyuk davlat arbobi Javaharlal Nehruning otasi edi. Bu bog'da vatandoshimiz Furqatning ham bo'lganligi manbalarda yozilgan. Uning hind qizining mana shu ko'l yonida sochini yuvayotganini ko'rib qolib, u qizning dur, ya'ni uzoqqa ket degan so'zi ilhomini keltirib, u qizning tishining durligi va uzoq tur deganiga atab yozgan she'ri mavjud. Raftam Hasan Abdol Kanori joyi. Dedam ki nishasta zani hinduyi. Guftam sanamo bahoyi muyatchi deham. Faryod barobar dur rimoyi. Bunday go'zal bog'larning qurilishi tarixi bilan qiziqdik. Bog'lar qurish va chor bog'lar qurish an'anasi Turon zaminda azaldan mavjudda va buni mana Temuriylar davrini o'rgangan kishilar yaxshiroq biladi. Biz bilamiz Amir Temur bog'larini, keyin chorbog' qurish an'anasi ham o'sha paytda juda ham rivojlanib ketadi va ko'pgina o'sha vaqf hujjatlarida, manbalarda bog' va chahorbog' atamalari ko'p uchraydi. Shunda bu olimlar tomonidan turlicha sharh berilgan, tushuntirish berilgan, talqin qilingan. Ya'ni bog' deganda deydi, mevali daraxtlar ekilgan tushuniladi. Chahorbog' deganda o'sha uzumzori ham bor bog'lar deb ta'rif beriladi. Bu ayniqsa Sovet davri o'sha manbashunos tarixchilarga xos. Lekin haqiqiy chorbog' haqidagi tushunchani bilmoqchi bo'lsak, afsuski bu mana bizning Turkistonimizda saqlanib qolmadi. Lekin mana shu Boburiylardan qolgan merosni kelib o'rganish natijasida o'sha chorbog'lar, bizni chorbog'lar qanaqa bo'lganligini bilishimiz uchun ham, mana bu tarixni o'rganish uchun ham muhim. Ham demak mana shu Boburiylarni davrida qurilgan chorbog'lar ko'rsatib beradi qanaqa bo'lganligini. Ya'ni 4 tomondan chahor, 4 tomondan o'sha bir joyga suv oqishi masalasi bor. Va mana bu yerda buni misolda aytishimiz mumkinki, shu mana Voh ko'lining yuqori qismida chashma buloq joylashgan. Ya'ni o'sha buloqdan kelayotgan suv mana shu bog' 4 tomonga ajratiladi, bir xil konturda. Demak, bu yerda ilm fan, bog'dorchilik bilan birgalikda geometriya, matematika kabi
demak bilimlar ham talab qilgan, chunki mana hozir ko'rib turganimiz bir xil nima deydi, masofalarda qurilgan, har 4 tomoni bir xil demak hisob olingan va geometriya ilmlari o'sha davrda shu Boburiylarda qanchalik demak to'g'ri hisob kitoblar, kadastr hisob kitoblari qanaqa bo'lganligini ham ko'rsatib beradi. Pokistonlik tadqiqotchilarimiz aytdilar, mana shu binoni qadimiyligini va uni orqasida ham tarixiy yerlar joylashganini hozir ulardan ham bir aniqlashtirib, demak, bilib olamiz. Biz ilk marotaba ochig'i vaqt ko'lidan ko'rsatuv tayyorlayapmiz. Men juda ham hayratdaman. Olimlarimiz ham xuddi shunday. Biz ozgina kechroq yetib keldik bu joyga. Albatta Islomobod va Pokistonning hududi juda katta bo'lgani bois sal qorong'i tushib qoldi, lekin shunga qaramasdan biz tasvirga olyapmiz. Manbashunoslar bilan yurishning bir manfaatli tomoni shuki, ular har bitta so'zni, tarixini bilishadi va manbalarga asoslanib gapirib berishadi. Bu yerdagi ta'mirtalab bo'lib qolgan bino bizdagi binolarning o'zginasi ekan. Bunday bog'larda yurtimizdan keltirilgan daraxtlar, ya'ni chinor, sada kabilar ham bor. Bu bog'ning hozirgacha saqlanib turganligining boisi Pokiston hukumatı bu yerlarni ta'mirlab turishidadir. Sababi eng ko'p sayyohlar aynan shu yerga kelishadi-da. Boburiylar davrida qurilgan binoni orqa tarafidan tasvirga olyapmiz. Yetib keldik bu joylarga. Mana haqiqatdan ham qarang, qanday bog' yaratgan, qarang. Mana o'sha davrdagi daraxtlar, qarang, tog'. Haqiqatdan shunaqa bir go'zal joy ekanki, hayratimizni chekki yo'q. Mana bog'ni qarang, go'zalligini. Mana mana bu joyga fontan ham bor ekan. Mana qarang, mana shu xuddi bir Toj Mahalni nimasini ko'rgandek bo'lasiz. Buni qarang. Mana haqiqatdan ana shu joydan oqib kelib, mana bu joyga mana favvora va mana shu favvora mana ariq bo'lib, mana shunday xasiga o'sha tomonga ketgan. Mana u yoqda ham bir bino qurilgan. Bu yerda ayollar uchun o'tiradigan joy qilingan. Mana 1000 yillik archa. Boburiylar ayollarni hamisha qadrlagan. Mana bu tomonda demak, mana haqiqatan ham vaqt deb yuboradigan joylar. Oqshom tushganida bu ko'lning tarovati yanada go'zallashdi. Baliqlari shundoqqina ko'rinib turgan ko'ldan, uning xush havosidan bahramand bo'ldik va albatta buloq suvidan ichib ko'rdik. Bu buloqdan, mana shu chashmadan, hozir mana tog'dan oqib kelyapti. Boburiylar bog'i, vaqt bog'ini suv bilan ta'minlaydigan mana shu bog'da buyuk podshohlar, Akbar podshoh bu yerda suv ichgan, Jahongir podshoh suv ichgan, Shohjahon 4-5 marta bunda kelib to'xtab suv ichgan va albatta Aurangzeb podshoh ham. Shu bilan birgalikda Farruh Siyardi nomini bilamiz. Yana 10 ga yaqin podshohlar mana shu buloqdan suv ichgan. Mana shu buloq tufayligina mana shu yerda vaqt bog'i bunyod etilgan. Uni tarixi haqida gapirib o'tdik, yana gapiramiz. Xullas, podshohlar suv ichgan bir muqaddas joydan turibmiz va biz ham suv ichyapmiz. Endi suvning tarifiga so'z yo'q. Men Hindistonda bir 50 martacha bo'ldim, Pokistonda bo'ldim, necha marta. Lekin bunaqa shirin suvni uchratganim yo'q. Nihoyatda shirin. Bizni Toshkent suvi bilan, Surxondaryoning Denov, Sho'rchi taraflaridagi suv bilan deyarli o'xshash. Ichib to'ymaysiz. Qadrli do'stlar, manbashunos olimimiz Botir Ali Yo'ldoshev bu yerdan podsholargina suv ichgan dedi, lekin albatta Boburiy malikalar ham bu yerdan suv ichgan.
Ana shunday faxr bilan biz ham bu buloqdan suv ichamiz. Suvni tiniqligini qarang. Zilolligini ko'rinyapti. Bismillah. Mana eng mashhur malikalardan biri doimo erini yonida yurgan Mumtoz Mahal begim ham aynan shu yerdan suv ichganligini olimlar aytishyapti. Haqiqatan ham bu suvni ichib shunaqa bir maza qilasizki, mazasiga gap yo'q. Bizni buloq suvlari bilan bir xil. Juda ham ajoyib. Islomobodning milliy parki joylashgan Mariga borar ekanmiz. Boburshunos olim Botir Ali Yo'ldoshev qiziq tarixni bizga aytib qoldi. Ochig'i o'zbek davlatchilik tarixi kirmagan mamlakat yo'q ekanda degan ta'rifga yana bir karra ishondik. Bizning Bobur ekspeditsiyamiz o'z ishini davom ettirmoqda. Bugun 2-kun Islomobod shahridan bir necha 10 kilometr shimolda joylashgan Myuri degan joyga keldik. Lekin mahalliy xalq bu joyda Mari deb ataydi ekan. Bu yerda sayyohlar uchun mo'ljallangan ko'ngilochar joy. Shu joydan foydalanib qolib, Bobur haqidagi suhbatlarimizni davom ettiramiz. Bu joylarda bizlar bilan bog'liq nima tarafi bor degan savol tug'ilishi mumkin. Juda ko'p joylarda mana hozir yo'lda kelayotganda ham qancha o'xshashliklarni, ba'zi bir odamlarning chehrasidagi, yuzidagi o'xshashlar ko'rdik. Hattoki o'zbek qizini ham uchratdik. To'xtab turganimizda bir mashina to'xtab, bizdagi O'zbekiston degan yozuvni ko'rgan va Mahfuza edi ismlari shekilli, mana shu yerda o'zbek tilidan dars berar ekan. Bir-biriga o'xshash nomlar, ismlar ko'p. Shoh Hasan Arg'un degan inson bo'ladi. Bular bir vaqtlar Arg'unlar Amir Temur davrida Kofirnihon daryosi bo'ylarida yashagan, ya'ni Surxondaryoning Bobotog' tog'i atroflarida, ya'ni quyosh chiqish tarafida, hozirgi Tojikiston, Surxondaryo atroflarida yashagan. Oradan ma'lum bir vaqt o'tganidan keyin baribir qavmlar ko'chib yuradi, xonliklar, podshohliklar o'zgaradi va oqibatda Arg'unlar Kobul atrofida joylashadi. Endi Kobulda o'sha paytlarda Timuriylar saltanati tanazzulga uchragan bir davrda Kobulni ular egallab oladi. Ya'niki Kobuldagi Timuriyzoda Ulug'bek Soniy vafotidan so'ng 1502-yili Arg'unlar egallab oladi. Endi bular aslzodalar emas edi. Timuriylar nomida, ya'niki Hirot hukmdor Sulton Husayn Mirzo nomidan ish tuta boshlaydi. Zahiriddin Muhammad Bobur 1504-yili Farg'onadan chiqib ketganidan so'ng Bobur xohlaydiki, ota meros edi. Ya'ni Boburning otasi ham Kobul bir paytlar bergan. Bobur Arg'unlardan tortib oldi. Endi Arg'unlar Boburdan qochib Qandahor taraflariga ketadi. Oradan yana 18 yil o'tgandan so'ng Bobur Qandahorni ham tortib olgandan so'ng Arg'unlar Shoh Hasan Arg'unlar endi boshligida yanada janubga ketadi. Ya'ni hozir biz turgan hududlarga keladi. Endi u paytda Islomobod shahri yo'q edi. Mana shu joylardan orqali yanada bular janubga ketadi. Bakkar, Sehvan, Tatta, hozirgi Karachi tomonlariga ketadi. Ya'ni demoqchimanki, bular aralashib ketgan mahalliy xalq bilan. Arg'unlar aslida biz tarafdan kelganlardir. Demoqchimanki, bizning mana shunday bir tariximiz borki, hali etnografiya sohasida Boburnoma bo'yicha ish qilayotgan Davron ismli ukamiz bor. Hozir mana uylarga ham qaraymiz-da, mana uylar ham qurilishi ham biznikidan o'xshash xuddi O'zbekistonda. Lekin bu dagi nima deydi, tabiatga, mana bu manzaralarga haqiqatdan ham orqaga qaraganimizda gap yo'q. Park aylanib kanat yo'lidan tepaga ko'tarilar ekanmiz. Mezbonlardan biri bizga Kallar qaharda Bobur taxti bor deb qoldi. Va dunyodagi eng yirik tuz koni ham shu yerdaligini, Bobur shoh u yerda otlariga tuz yalatganligini aytib berdi. Undan intervyu oldik. Когда Бабур приехал этой страны, Индия, на дороге он остановил... Bobur Hindiston o'lkasiga kelganida yo'lda bir joyga to'xtaydi. Bu joy Kallar Qahhar deb ataladi. Kallar Qahharda Bobur taxti degan tarixiy joy bor. U bu joyda katta bir toshni yo'ndirib ustiga taxtini qo'yib, ayollari bilan maslahat qilgan. Bu yerga urush ochamizmi yoki yo'q deb. Bu haqda Boburnomada ham yozib qoldirgan. Bu joylar asli turkiylar yurti ekan, bu yerda urush qilmaymiz, hech kimni o'ldirmaymiz degan Bobur. Yana shu yerda dunyodagi eng yirik tuz koni bor. Yevropadagi yirik tuz koni yopilgach, hozirda bizdagi tuz koni eng katta tuz koni hisoblanadi. Bobur aynan shu yerda otlariga tuz yalatgan. Yana u yerda bir tog' borki, go'yoki u yerda induslarning xudosi yasharmish. U yerda 5-6 ming yillik
uylar bor. Bobur Boburnomada o'sha yer haqida ham yozgan. Soy kniги тоже описано это место. Bobur taxtini ko'rish ishtiyoqi bizni o'sha yerga chorladi va Bobur shohning Boburnomada yozgan joyini o'z ko'zimiz bilan ko'rishni istadik. Bu haqda esa keyingi ko'rsatuvlarimizda hikoya qilamiz. Hozircha xayr, omon bo'ling.